Beva ayollar, ular ham inson, ular ham ayol, ularda ham nafs bor va ular ham baxtli bo'lishga haqlidirlar. Bugungi videoroligimiz beva ayollarning jinsiy ehtiyojini qondirish savobmi yoki gunohmi, shu to'g'risida bo'ladi. Videoroliklarimiz sizlarga ma'qul kelsa, like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlang. Qanunda biz ko'rsatuvimizni boshladik. Ba'zan beva ayollarga jinsiy muomala qilish savob bo'ladi. Bu xuddi chaqab turgan daraxtga suv bergandek gapda deyishgan gaplarni eshitib qolamiz. Bu nechog'lik to'g'ri? Rostdan ham shunaqami? Bu masalada musulmon kimsalar uchun dasturul amal bo'lgan Qur'oni Karim va sunnat nabaviyaga murojaat qilamiz. Alloh taolo kalomida marhamat qilgan: Zinoga yaqinlashmanglar, chunki u buzuqlik va yomon yo'ldir. Isro surasi 32-oyat. Demak, Alloh taolo zinoni harom etgan va ajratib, beva ayollarga joiz, boshqalarga harom deb aytmagan. Zino barcha musulmonlar uchun eng yomon yo'l ekanini va zino qilmaslik, hatto unga yaqin bormaslikka buyurgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kimki zino qilsa yoki xamir ichsa, xuddi inson boshidan kiyimlarini yechib olgandek, Alloh taolo undan iymonini yechib oladi. Hokim rivoyati. Hadisda zinokor kimsa agarda halol deya zino qilsa, iymonidan